Ma'lum o'ylabam yaxshi turibdimi? Yaxshi. Tezkor xabarlar. Bir yolg'onchi fuqaro dahshatli jinoyat ustida qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan 9-fuqaro. Rahmat, 4-fuqaro. Men bugun ertalab sodir bo'lgan voqea joyida turibman. Bizda anitomga o'rnatilgan kamerada olingan tasvirlar mavjud. Salom. 14-fuqaro bizani qonunlarimizga butunlay qarshilik ko'rsatgunicha bu qishloqdagi shunchaki oddiygina kun edi. To'xta! Sen qoidani buzib tashlading. Qimirlama joyidan to'xta! Jinoyatchi axlat! Darhol uni ortidan quvish boshlandi va mahalliy vertolyot tomonidan kamera tasviriga tushirildi. Pastda juda ham qaltis vaziyat bo'layotganga o'xshaydi. Ana, qochib ketyapti. U qochyapti. Ular uni qo'lga olishadimi? Biz bilmaymiz. U qochib ketyapti. Qochyapti. U hali ham qochyapti. U yaxshi qochyapti. Hamma yo'qda politsiya yo'q. Sen buni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi dedim. Yo'q. Mana oddiy vertolyotman. To'xta. Yo'q. U yo'q dedi. Uchirilsin. Nima? Ishga tushirilsin. Ishga tushirish. Va biz bu fuqarolarni oxirgi marta ko'rishimiz bo'ldi. 14-fuqaro qishloqda qochib ketayotganida qo'lga olindi. Politsiya yo'lga mixla qo'yib qo'ydi. Va ular 14-fuqaroga buni ko'rsatib qo'yishdi. Va uni sudlashdi. Va u o'lim chuquriga tashlashga hukm qilindi. Bu aqlsizlik. To'g'rimi? Bu Minecraft. Bu unchalik samarali emas. Va bizda bori shu 14-fuqaro. Studiyaga qaytamiz. Bu qishloq yangiliklarini shu qismi uchun edi. Bizlarni kuzatib boringlar.